Bugun sizlar bilan o'zim yaxshi ko'rgan uslubda mol go'shtdan mazali kotlet. Mol go'shtli kotletni eng muhim joyi sersuv bo'lishi, ya'ni quruq bo'lib qolmasligi va shu bilan birga qiymasining yumshoq bo'lishidir. Birinchi bo'lib videoda ko'rsatilgandek piyozlarni alohida qovurib olamiz. Non batonlarini esa sutga bo'ktirib, hammasini birga go'sht maydalagichdan o'tkazib olamiz. Qiymaga tuz, ziravorlar, sariyog' va tuxum qo'shamiz. Qiymamiz bir-biriga birikisha, ya'ni sivasga hosil bo'lish uchun 15 daqiqa davomida mikserda yaxshilab aralashtirib olamiz. Natijada qiymalar birikadi va pishayotganda seli tashqariga chiqib ketmaydi. Un, tuxum va panirovchi suxariga yaxshilab bulg'ab, kotletlarni qizartirib qovurib olamiz. Usti qizarib chiqqan kotletlarni 15 daqiqa davomida 200 gradusda duxovkada oxirigacha pishirib olamiz. Natijada kotletlar yumshoq, shu bilan birga ichidagi sokini saqlab qoladi. Oldindan qaynatib pishirib olingan 1 kilo kartoshkaga 300 gram sariyog' solib, yaxshilab pyure holiga keltirib olamiz. To'liq retseptni albatta yozib qoldiraman. Siz esa albatta bu retseptni tayyorlab ko'ring. Foydali bo'lgan bo'lsa like qo'yib, tayyorlab berish kerak bo'lganlarga ham jo'natib qo'ying. Hammangizga kattakon rahmat.